Turkiyadagi Uyg'urlarning namozni qasr qilib o'qishi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Turkiyada vatandan ayrilgani 4-5 yil bo'lgan ba'zi qarindoshlarimiz bor ekan. Ular vatanga kirib ketimiz, bu yerda muqim turmaymiz, bu yerda muqim turish niyatimizmi yo'q, shunga namozni qasr qilib o'qisaqmi, to'liq o'qisaqmi bo'ladi deydi ekan. Ularning bu qarshi to'g'rimi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Oldi bilan olimlar o'ttirisida namozni qasr qilishda asosan ko'z qarash o'xshamosligi bo'lmagan ba'zi nuqtalarni ta'kidlab, undan keyin Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlarimizning namozni qasr qilib qisqartib o'qish to'g'risida to'xtalaydi. Birinchi, barliq olimlarning birda qarashida safardagi kishi peshin, asr va xubtan qatorliq 4 rakatlik farz namozlarni qasr qilib 2 rakatdan o'qiydi. Ammo Bamdod, Sham namozlari qasr qilinmaydi. Janobi Alloh bu hukmni Qur'on Karimda aniq bayon qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'plagan hadislarda so'zlar orqali bayon qilgan va ish harakatlari orqali amaliy tatbiqlagan. Umar roziyallohu anhu safar namozi 2 rakat, juma namozi 2 rakat. Bu sizlarning payg'ambaringlar sallallohu alayhi va sallamning aytganiga binoan kam qo'ymay to'liq ado qilishdir degan. Ikkinchi, agar safardagi kishi 4 rakatlik peshin, asr va xubtan qatorliq farz namozlarni qasr qilmay to'liq o'qisa, sunnatga xiloflik qilgan bo'ladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam safarda 4 rakatlik farz namozlarni 2 rakatdan ortiq o'qimaydi. Ibn Umar roziyallohu anhu aytadi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga amroh bo'lgan edim. U zot safarda 2 rakatdan ortiq o'qimaydi. Abu Bakr, Umar va Osmonlarga hamroh bo'lgan edim. Ularmi shunday qiladi. Alloh ulardan rozi bo'lg'ay." Uchinchi, safarga chiqqan kishi yurt tavalligidan ayrilishga qarab yuzlangandan boshlab safardagi kishi hisoblanadi va namozni qasr qilib o'qiydi. Sahobalar odatda kanal sirtidagi kabilarni ko'rsatib turib, mushu kabilardan o'tsakla namozni qasr qilib o'qishni boshlaymiz degan. To'rtinchi, ko'chib yoki hijrat qilib bir yurtga yerlashgan taqdirda shu yurtga muqimlashgandan tartib namozlarni qasr qilmay to'liq o'qiydi. Arliqda asli yurtiga qisqa muddatlik berib qolsa-mu qasr qilib o'qiydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hijratdan keyin Makka aholisiga imom bo'lganda 2 rakat o'qib bo'lib ularga: "Ey yurt ahli, sizlar 4 rakat o'qinglar, chunki biz safar ustidagi kishilarimiz" degan. Mazkur hadis sahoba kiramlarning ish izlari bilan qo'shib yuqorqi hukmni ta'kidlaydi. Ibn Umar roziyallohu anhu Minada imomga iqtido qilib namoz o'qiganida 4 rakat, yolg'iz o'qiganida 2 rakat o'qiydi. Yana bir rivoyatda kelishicha, Ibn Umar roziyallohu anhu Abdullah ibn Safvonning kesilini ko'rgili kelganda jamoatga imom bo'lib 2 rakat o'qib salom bergandan keyin orqadagi jamoat o'rnidan turib to'liqlab o'qigan. 5. Barliq olimlar safar ustidagi kishi bilan muqim kishining biri yana biriga iqtido qilsa yoki imom bo'lsa bo'ladiganligida birdek qarashda. 6. Agar safar ustidagi kishi muqim kishiga iqtido qilgan bo'lsa to'liq o'qiydi. Chunki u imomga ergashishi lozim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam imom degan boshqalarning ergashishi uchun belgilangan. Shunga uninga muxolifatchilik qilmanglar degan. Navoda safardagi kishi muqim kishiga imom bo'lsa 2 rakat o'qibla salom beradi. Orqadagi muqim kishi salom bermayla o'rnidan turib qilib qolgan 2 rakatni o'qib ondan salom berdi. Chunki uning qilib qolgan namozini tamomlash majburiyati bor. Safardagi imomning namozinglarni to'liqlayinglar, chunki biz safar ustidagi kishilarimiz deb qo'yishi mustahab. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mushundaq deganligi kelgan. 7. Bir yurtga berib muqim turish maqsadi yo'q, bugun ketaman, ati ketaman deb turgan kishi qancha uzun turib ketishidan qat'iy nazar safar ustidagi kishi bo'lib hisoblanadi. Bir yurtga berib tuyuqsiz og'rib yetib qolgan, tutilib qachon qo'yib berilishi aniq bo'lmagan yoki qor, muz, bo'ron tufayli yo'lini davomlashtirolmay qolgan kishimi shundoq. Urush holatimi bunga o'xshash bo'ladi. Askarlar urush qilayotgan, muhosiraga olgan, qo'rshovda qolgan va shunga o'xshagan qachon qayerga berishi aniq bo'lmagan ahvollarda safar ustida hisoblanib, garchi necha yil mushu holatda bir joyda turib ketsimi qasr qilib o'qiydi.
Chunki bu ahvollarda ularning bir muddat muqim turish niyati bo'lmaganidek, ularda muqim turadiganlardagi xotirjamlikmi bo'lmaydi. Ular faqat to'salg'uning yo'qishini kutib turib qoladi. 8. Badaviylar yoki chidir tikib ko'chmanlik hayotida yashaydiganlardan boshqa shahar va yezi aholisi bo'lgan kishilar odam turmaydigan muqim turishga hozirlanmagan cho'l bayovon, tog' jazira, yayloqqa o'xshagan joylarda yoki paraxod va poyezdlarda uzunroq muddat muqim turib qolsimi muqim kishi hisoblanmaydi. Bular namozni qasr qilib o'qiydi. Chunki bu joylar safar qiladigan, muqim turmaydigan joylar. Muqim turadigan joylar bo'lsa, shahar va yeza qatorliq aholilik joylardir. Umuman qaraydigan bo'lsak, bir joyda muqim turg'uchi bilan safar holatidagi kishini ayirishda asos qilinadigan omillar qatorida bir yurtda bir muddat muqim turish niyati, turgan joyning muqim turishga loyiq joy bo'lishi, turgan joyda o'ylanishi va uy tutishi va hokazolar bor. Shunimi tilga olib o'tish kerakki, olimlar kishining yurti yoki makonini tuvandagidek bir qancha turga ayiradi. 1. Turishliq makon. Bu kishining bola-chaqalari bilan muqim turadigan joyidir. Turishliq makoni u kishining hijrat yoki ma'lum sabablar tufayli voz kechib boshqa yurtga bola-chaqalari bilan ko'chib ketishi bilan turishliq makonlik salohiyatdan qolib qoladi. Qashqardan Urumchiga yoki ona vatanimizdan O'rta Osiyo va Turkiya qatorliq davlatlarga ko'chib o'ltirishganlar buning misolidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkadan Madinaga o'tgandan keyin Makkaga kelganida o'zini safar ustidagi kishi hisoblab, biz safardagi kishimiz deganligini shuni ko'rsatdi. 2. Vaqtliq makon. Bu safardagi kishi yetib kelgandan keyin bir muddat turishni plan qilgan joydir. Bu hozirgi zamonda 15 kunlik viza bilan boradigan 3 oy yoki 6 oy yoki 1 yillik iqomat turish ruxsati bilan turadigan joyga o'xshaydi. 3. O'tang makon. Hozirgi zamon tilidagi tranzit qilib o'tgan joy. Bu kishi safarda bir yoki bir necha kunlik to'xtab o'tadigan joydir. Turkiyada yoki vatanimiz sirtidagi qaysi bir joyda turayotgan Uyg'urlarning ahvollarini yuqorqi nuqtalarga silib tatbiqlaganimizda ma'lum qismning namozni qandoq o'qish masalasi oydinlashadi. Qolgan qismi turayotgan joyda qanchalik turishni niyat qilishiga va biz yuqorida tilga olib o'tgan bir qancha omilga qarashliq. Chunki safardagi kishi yurtiga qaytib kelmaguncha yoki biror ko'jim o'ltiroq joyda bir muddat turishni niyat qilmoqcha safardagi kishining hukmida bo'laverdi. Ya'ni safarning hukmi faqat muqimlashish bilan o'zgaradi. Undaqda safarga chiqqan kishi bir joyda qanchalik muddat turishni niyat qilsa namozni to'liq o'qiydi. Buning o'lchami qanchalik? Olimlar safar ustidagi kishining muqim kishiga aylanishi uchun ma'lum muddat belgilagan bo'lib, bu muddatni bekitishda o'xshamagan qarashlarda bo'lgan. Imom Abu Hanifa, Imom Lays, Muzani va Sufyan Savri qatorliqlar az deganda 15 kun turishni ko'ngliga puksa, andin namozni qasr qilmay o'qiydi degan. Imom Shafi'i, Imom Malik qatorliqlar az deganda 4 kun turishni niyat qilsa, andin qasr qilmay o'qiydi degan. İmam Ahmad va Davud Zahiri qatorliqlar 4 kundan ortiq turishni niyat qilsa, andin qasr qilmay o'qiydi degan. Bundan boshqa qarashlarimi bor. Masalan, 12 kun, 18 kun, 19 kun degandek. Ammo eng mashhurlari yuqorqilardir. Muddat belgilashda ilgirki olimlar ittifoq deyishga bo'ladi. Ularning dalillari mayli sahobiy kiramlarning so'zlari va ish izlari jihatdan bo'lsin, mayli aqli va tahlil jihatdan bo'lsin, kuchlik va sog'lom qarashdir. Yaqinda ba'zi nadallar ko'tarib chiqqan Turkiyada 4-5 yil muqim tursaqmi namozni qasr qilib o'qiymiz degan qarashning asosi yo'qdir. Agar asosi bor degandimi, safar holatiga qaratilgan hadislarni urush holatidagi ahvollarga tatbiqlashdan yoki qachongacha turishi aniq bo'lmagan, biz yuqorida 7-nuqtada bayon qilgan ahvollarga qarata kelgan sahobiy kiramlarning so'zlari va ish izlarini ma'lum muddat turishni niyat qilgan kishilarga tatbiqlab olishdan kelib chiqqan xatolikdir. Biz bu vaqtda oldi bilan to'g'ri qarashning dalillarini bayon qilib bo'lib, andin xato tatbiqlangan qarash to'g'risida to'xtalamiz. 15 kun degan muddatga kelsak, bu Ibn Abbas va Ibn Umar radhiyallohu anhulardan naql qilingan. Masalan, Mujohid Abdullah ibn Abbas va Ibn Umar radhiyallohu anhularning sen safardan bir yurtga kelsang, ko'nglingda u joyda 15 kun turish niyating bo'lsa, u joyda namozni to'liq o'qigin. Navoda
qachon biror joyda to'xtashingni bilmasang, qasr qilib o'qig'in deganligini rivoyat qilgan. Yana Mujohid deydiki, Ibn Umar radhiyallohu anhuma 15 kun turishni qaror qilganida ulug'ini o'tlashga qo'yib o'tib, namozni 4 rakat to'liq o'qiydi. Yana Imom Abdurrazzoq rivoyat qilgan sahih rivoyatda Ibn Sirin deydiki, Ubaydullah ibn Umar Paris diyorida turib, Abdullah ibn Umarga biz yangi oyni ko'rguchi turib qolmoqchi deb xat yozganda u 2 rakatdan o'qig'in deb javob yozgan. Ibn Umar radhiyallohu anhumadan kelgan yuqoridagi qarash bir yurtga kelgan kishining qasr qilmaslik uchun 15 kun turishni bekitgan. Yana 12 kun turishni niyat qilgan kishining to'liq o'qiydiganligini uningdan sahih rivoyat qilingan. Ya'ni 12 kundan ortiq turishni niyat qilgan ahvolda to'liq o'qiydi degan. Masalan, Imom Malik, Imom Abdurrazzoq, Imom Tabari va Imom Tahaviy rahmatullohi alayhilar rivoyat qilgan sahih rivoyatda Ibn Umar radhiyallohu anhuma bir joyda muqim turib qilishni niyat qilmasam, 12 kun turib qolgan taqdirdami namozni safardagi kishidek o'qiyman degan. Yana Imom Tabari rahimahulloh rivoyat qilgan Hasan rivoyatda Ibn Abi Nujayh mundoq degan. Men Salimni masjid darvozasi oldida uchirtib qolib uningdan "Atang Ibn Umar namozni qandoq o'qiydi?" deb so'rasam, uloqni bog'lab turimiz desam, namozni to'liq o'qiydi. Bugun ati mangimiz desa, 20 kun qo'nib qolsimi, qasr qilib o'qiydi deb javob berdi. Yana Imom Tabari rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan sahih rivoyatda Nafi Ibn Umar bir joyda turishni ko'ngliga pukmasa, namozni qasr qilib o'qiydi degan. Ibn Umar radhiyallohu anhumaning vaqt bekitishini tuvandagi rivoyatlar bilan birga tushunganimizda, uning bu masaladagi qarashi aniq ayon bo'ladi. Salim Ibn Umar Makkada turganida 2 oy turib ketsimi, imomga iqtido qilmagan ahvollarda namozni qasr qilib o'qiydi deydi. Demak, Salimning so'zi bilan Nafi'ning so'zini birlashtirib tushunganimizda, Ibn Umar radhiyallohu anhumaning turishini ko'ngliga pukmasa, namozni qasr qilib o'qiydiganligi, turmoqchi bo'lsa, to'liq o'qiydiganligi ayon bo'ladi. Buni Imom Ibn Abi Shayba rahimahulloh keltirgan ma'vur rivoyat aniq ko'rsatib beradi. Nafi Ibn Umar radhiyallohu anhuma Makkada turganida Minoga chiqsa, namozni qasr qilib o'qiydi deydi. Bu Makkada muqim turishni ko'ngliga pukkanlikdan Makkada to'liq o'qiydi deganlikdir. Yuqorqi rivoyatlar Ibn Umar radhiyallohu anhumaning 12 yoki 15 kun turmoqchi bo'lsa, namozni to'liq o'qiydiganligini ko'rsatadi. Mana bu Ibn Umar radhiyallohu anhumadan kelgan sahih rivoyatlar bo'lib, uningdan kelgan boshqa rivoyatlar urush yoki boshqa to'salg'u sababidan uzun turib qolgan ahvolni ko'rsatadi. Ozarbayjonda 6 oy turib qasr qilishmi qor yog'ib ketganlik va urush holati bo'lganlik uchun bo'lgan. Makkaga hajga borgan xalifalardan Hazrati Osmon radhiyallohu anhu Makkada peshin, asr va xubtan namozlarini 4 rakatdan o'qib beradi va Mina, Arafatga chiqsa safardagi kishidek namoz o'qiydi. Hajdan keyin Minada toki Makkaga qaytgan qadar namozni to'liq o'qiydi. Mana bu Hazrati Osmonning Madinaga qaytish niyati bo'lsa-mu, Makkada bir muddat turmoqchi bo'lganda namozni to'liq o'qiganligini ko'rsatadi. Bu biz Ali Ibn Umar va Ibn Abbas radhiyallohu anhulardan naql qilgan bir muddat turmoqchi bo'lsa to'liq o'qiydi degan qarashlarga o'xshash. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Nabiy sallallohu alayhi va sallam Makkani fath qilganda 19 kun turganda namozni qasr qilgan. Shunga bizmi safar qilib 19 kun tursak qasr qilamiz. Uningdan ortiq tursak to'liq o'qiymiz deydi. Ali radhiyallohu anhu 10 kun turmoqchi bo'lsang namozni to'liq o'qiysan degan. 10 kun deb bekitish Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan kelgan rivoyatlarda bor. Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan kelgan sahih rivoyatlarmi bir muddat turishni ko'ngliga pukishni ko'rsatadi. Ba'zi rivoyatlarda yuqorqidek 15 kun yoki Imom Buxoriy sahihida rivoyat qilgandek 19 kun, yana ba'zi zaifroq rivoyatlarda 17 kun yoki 10 kun deb bekitgan. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Tabukda, Makka fathisida, vidolashish hajida namozlarni qasr qilib turgan kunlarga asosan bekitishlar bo'lib, qasr qilib o'qish muddatini bekitish qachon mengishni bilganlar uchundir. Ammo qachon mengishni bilolmay, ata o'ygun deb turib qolganlar uchun bo'lsa, kun bekitmagan. Buningdan Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning 10 kundan 19 kungacha turmoqchi bo'lgan kishini namozlarni qasr qilib o'qimaydi deb qaraydiganligi ma'lum bo'ladi.
Uning namozlarni qasr qilib o'qish muddatini bekitgan sahih qarashlarni tashlab qo'yib, qachon mengishni bilmagan ahvolga qaratilgan so'zlarni tutqi qilib olishmi ilmiy usulga xilofdir. Maliki, Shafi'i va Hanbali mazhablar Imom Muslim sahihida rivoyat qilgan, hijrat qilgan kishi haj ishlarini tamomlab bo'lgandan keyin Makkada 3 kunlik turdi degan hadisini 4 kun yoki uningdan ko'p turmoqchi bo'lsa, namozni to'liq o'qiydiganligiga dalil qilib mundaq degan. Makka fatihsidan burun Makkadan Madinaga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yaniga hijrat qilganlar uchun Makkaga qaytib turish harom qilingan. Keyin haj, umra yoki biror ish uchun Makkaga borib qolsa, haj, umra ishlardan bekor bo'lgandan keyin faqatla 3 kun turishga ruxsat qilingan. Buningdan 3 kun tursa, muqim turg'uvchilik hukmida bo'lmay, safar holatida bo'ladiganligi ma'lum bo'ladi. Buningga binoan kirish va chiqish kunlaridan boshqa to'liq 3 kun turmoqchi bo'lgan kishiga namozni qasr qilib o'qish va Ramazonda roza tutmaslik qatorliq safardagilarga berilgan ruxsatlardan bahramand bo'lish joiz bo'ladi. 4 kun turmoqchi bo'lsa to'liq o'qiydi. Bu hadisdan dalil keltirish bo'lib, bular aqliy jihatdan 4 kundan ortiq turmoqchi bo'lgan kishida safar jiddiychiligi yo'qab, muqimlik, xotirjamligi paydo bo'ladiganligini, bu niyat bilan safar holatidan muqimlik holatiga yetkazilganligini kuchlantirdi, deb qaraydi. Albatta, bu ularning ijtihodidir. Osman ibn Affan radhiyallohu anhu bilan Said ibn Musayyabmi safar qilg'uchi 4 kun turib qolishni niyat qilsa, namozni to'liq o'qiydi degan. Hazrati Osmanning Makkaga borganda namozni to'liq o'qishi haqidagi sahih rivoyatlarmi bunga udul keladi. Keyingi olimlardan Imom Ibn Taymiya, Imom Ibn Qayyim va Shayx Muhammad Rashid Rizo qatorliqlar safar holatidan muqimlik holatiga bir joyda bir muddat turishni niyat qilish bilan emas, joylashish yoki muqim turib qolish bilan yetkiladi deb qaragan. Bular o'rib odatda bir muddat turgan kishi safar holatida deyiladi deb qaragan. Lekin sahabi-kiram va ilgirki imomlarning muddat bekitgan qarashini qo'yib turib, o'rib odatga asoslangandimi, bir yurtda bir muddat muqim turgan kishi ba'zi allarning odatida musafir atalgani bilan boshqa allarning odatida turg'uchi bo'ladi. Muqim turayotgan kishi safar holatidagi kishi deyilmaydi. Shayx Muhammad Rashid Rizoning bayonida kelishicha, bir kishi safarni to'xtatib uy tutgan bo'lsa, muqimlik shakllaridir. Shunga buningda o'rib odatga tayanmay, ilgirki imomlardek sahabi kiramlarning bekitishiga tayinishi lozim. Namozlarni qasr qilib o'qish haqidagi oyatdami safarga chiqqan vaqtinglarda kofirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishidan qo'rqib namozni qasr qilib, ya'ni 4 rakatni 2 rakat qilib o'qisanglar sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kofirlar sizlarga haqiqatan o'p-ochiq dushmandir. Namoz o'qiyotgan fursatdan foydalanib sizlarni o'ldirib yetishdan yanmaydi deyilgan. Bir joyda muqim turayotgan kishi oyat bo'yichami til jihatdanmi safar qilayotgan bo'lmaydi. Biroq Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ba'zi joylarda ma'lum muddat tursimi, yana safar holatida bo'lganlik uchun Rasululloh turgan qisqa muddatni safar holatiga chiqarib etib, uningdan ortiqini muqimlik holati deb bekitish kerak. Mana bu sahobalarning va ilgirki mujtahid imomlarning qarishidir. Shunga muddat bekitish har jihatdan puxta va kuchlidir. Sahabi kiramlarning muddat bekitganligi buningga isbot bo'la oladi. Hammaga ayonki, safar holati muqim turish holatidan xalil farqliq. Bir joyda qanchalik muqim turmoqchi bo'lsa, safar holatidan muqimlikqa o'tish haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan muncha kun deb bekitish kelmagan. Tabukda 19 kun, Makka fatihida 17 kun, vidolish hajida 10 kun namozni qasr qilib turgan. Makka fatihsi bilan Tabukdagi turish urush holati edi. Bu sababdan sahabi kiramlar va keyingi mujtahid ulamolar ijtihod qilib muddat bekitgan. Sahabi kiramlardan kelgan yuqoridagi bekitishlar ulardan sahih rivoyat qilingan. Demak, ko'pchilik olimlarning muddat bekitishi sahih hadislarga, sahobalarning so'z va ishlariga tayangan bo'ladi. Bu bir tarafdan safar ustidagi kishi bilan muqim kishini bir muddat xotirjam turib turli sharoitlardan bahramand bo'lishni o'lcham qilib ayrishdek aql taqozzosiga mos keladi. Bu qarashlar ichida biz Uyg'urlar tutib kelayotgan Hanafi mazhab qarashi sahobalardan sahih rivoyat qilingan qarash bo'lganligi uchun shundaqla sahobalardan sahih rivoyat qilingan 10 kun bilan 19 kun orasidagi qarashlar ichidagi o'rta muddatli qarash bo'lganligi uchun eng muvofiq qarashdir. Agar bir kishi 4 kun yoki 10 kun
yoki 12 kun yoki 19 kun degan sahobalarning sahih rivoyatlari boshqa mujtahid imomlarning qarashlari bo'yicha amal qilsimi bo'laverdi. Bularning hammasi salaf solihlarning mujtahid imomlarning yo'lini tutgan bo'ladi. Endi ba'zilarning Turkiyada 4-5 yil muqim tursaqmi namozlarni qasr qilib o'qiymiz deb safar holatidagi hadislarni muqim turgan ahvolga xato tatbiqlash masalasiga kelayli. Qaraydigan bo'lsak, ularning mazkur yakun uchun asoslangan dalillarning hammasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sahoba kiramlarning bir joyda uzun turibmi qasr qilganligi haqidagi hadislari bo'lib, ilmiy nuqtadan qaraydigan bo'lsak, bu hadislar ular da'volgandek Turkiyada necha oy va necha yil turganlariga uchishmaydi. Chunki bu hadis urush holati yoki qachongacha turishning aniq bo'lmaganligi, turish muddatining 20 kundan qisqa bo'lishi, muqim turish niyati bo'lmasligi, turmoqchi bo'lgan joyning odatda muqim turishga mos emasligi qatorliq safarga chetishliq 5 xil ahvol to'g'risida kelgan bo'lib, safar holatidagi kishiga mos keladi. Alayliq Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Tabukda namozni qasr qilib 20 kun turganligi, sahobalarning Susda 9 oy turib namozni qasr qilib o'qiganligi, Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning biz Xorasonda jihad qilib uzun turib qolamiz, qanday qaraydilar deb so'ragan Nasr ibn Imronga 20 yil turib qolsam qasr qilib 2 rakatdan o'qigan deganligi, Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning Shamda 2 yil turib qolib safar holatidagi kishidek namoz o'qiganligi, Abdurrahmon ibn Misvar ibn Mahramaning biz Said radhiyallohu anhu bilan ba'zi kanatlarda 40 kecha qo'nib qoldik. Bu kunlarda Said radhiyallohu anhu namozlarni qasr qilib o'qiydi. Biz qasr qilmay o'qiydik deganligi, Ibn Umar radhiyallohu anhumaning Ozarbayjonda turganda qor to'silganlikdan 6 oy qasr qilib 2 rakatdan o'qiganligi, Abdurrahman ibn Samura radhiyallohu anhuning Kabulda 2 yil namozni qasr qilib juma o'qimaganligi. Mazkur ahvollar ular jihad holatida bo'lgan, muqim turishni niyat qilmagan, turadigan uymi yo'q sharoitda bo'lgan ishlardir. Bundaq ahvollarda namozlarni qasr qilib o'qishda biz boshda askartib o'tganimizdek olimlar ittifoq. Buni Alloh taolaning safarga chiqqan vaqtinglarda kafirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishidan qo'rqib, namozni qasr qilib, ya'ni 4 rakatni 2 rakat qilib o'qsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kafirlar sizlarga haqiqatan ochiq dushmandir. Namoz o'qiyotgan fursatdan foydalanib, sizlarni o'ldirib uchun yanmaydi degan oyatda ta'kidlaydi. Safar holatida bo'ladi ekan, toki muqimlik holatiga yetkazilmaguncha namozlarni qasr qilib o'qiydi. Muqim tursa to'liq o'qiydi. Bu vaqtda Imom Ibn Taymiya muhojirlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Makka fath bo'lgan yili Makkada 20 kunga yaqin turib qolgan. Ular bu turishida safar holatidan chiqib ketadigan muqimlikda emas edi deydi. Makka fathisida Rasulullohning Makkada uyi bo'lmag'achqa Makka sayloqiga tushgan. Tabukdimi turarg'u uy yo'q, qanchalik turish aniq bo'lmagan urush holatida edi. Imom Ibnul Qayyim Tabukda urush haqida bu turib qolish safar holati edi. Mayli bundan uzun yoki qisqa bo'lib ketsin, ashu joyda muqim turib qolmoqchi yoki joylashmoqchi bo'lganlikdan safar holatidan chiqib ketmaydi deydi. Tuvandagi rivoyatmi muqim turg'uchiga xato tatbiqlangan. Ibn Umar radhiyallohu anhumadan Sumama safar namozini qanday o'qiymiz deb so'raganda Ibn Umar Sham namozidan boshqa namozni 2 rakatdan o'qiysan deb javob bergan. U biz Zulmajazda bo'lganimizda-chu deb so'radi Ibn Umar. Zulmajaz degan nima u deb so'rdi. Sumama biz yig'ilib ilm setim qiladigan bozor. U yerda 15 yoki 20 kun turib qolamiz dedi. Ibn Umar ey odam, men Ozarbayjonda 2 yoki 4 oy turib qoldim. Men ularning namozni 2 rakatdan o'qiganligini ko'rdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning safarda namozni 2 rakatdan o'qiganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim deb bo'lib, sizlarga Allohni oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh yaxshi ulgudir degan oyatni samimga soldi. Mazkur vaqalikdami safardagi namoz haqida so'ralgan va Ibn Umar radhiyallohu anhuma safar holatidagi namoz ustida to'xtalgan. Zulmajaz degan hajga oz qolganda Makka atrofida bo'ladigan mavsumlik cho'ng bir bozor bo'lib, hojilar ilm setimlarini qachon tamomlasa Makkaga kirib ketishadi. Ilm setim 15-20 kun atrofida suratdi. Ular
ilm setimlarining qachon tugishini bilmay, "Ati o'gin" deb shunchalik turib qaratdi. Bu sababdan İbn Ömer raziyallohu anhuma savol so'rag'uchiga Ozarbayjondagi urush holatida qachon qayerda bo'lishi noaniq bo'lgan jangchilarning safar namozini shibbi keltirib, Rasulullohning safar holatida qasr qilib o'qiganligini dalil keltirib javob bergan. Albatta, safar holatida qasr qilib o'qish biz yuqorida bayon qilgandek ko'z qarash o'xshamasligi bo'lmagan ahvoldir. Shunga bu rivoyatni muqim turganlarga tatbiqlash to'g'ri emas. Dalilni xato tatbiqlaganlar yana Turkiyada bir muddat turdiganlarning namozni qasr qilib o'qishiga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Abu Bakr, Osmon qatorliq sahobalarning Minoda namozni qasr qilib o'qiganligini dalil qilib ko'rsatdi. Amaliyotda bu ular degan mazmunga dalil bo'la olmaydi. Bu faqat safar holatida namozni qasr qilib o'qishni ko'rsatadigan dalil bo'ladi. Balki taxa buning dal aksicha Turkiyada bir muddat turdiganlarning to'liq o'qiydiganligiga dalil bo'ladi. Chunki hojilar Zulhajning 8-kuni Minoga chiqib, atsi ya'ni harf kuni Arafatga yurib ketadi. Hayit kuni Minoga qaytib 2 kun yoki xolisa 3 kun qo'nib Makkaga qaytadi. Bularning hammasi safar holatidir. Mina Arafatlarda muqim turalg'omi yo'q. Haj qilib baqqanlar u yerlardagi safar jafosining qandoqligini obdan biladi. Biz yuqorida İbn Ömer, Osmon qatorliq sahobalarning Minoda namozni qasr qilib o'qib, Makkada turmoqchi bo'lgan bo'lsa, Makkada to'liq o'qiganligini bayon qilib o'tdik. Undan boshqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning va Abu Bakr, Osmon qatorliq sahobalarning safarda 2 rakatdan ortiq o'qimaganligi yoki namozning 2 rakatdan farz qilinganligi, keyin muqim turganlarga 2 rakat qo'shib farz qilinib, safar holatida aslidagi 2 rakatlik qolganligi, umuman safarda qasr qilib o'qish haqida kelgan rivoyatlarning hammasi olimlar birda qarashda bo'lgan safar holatini ko'rsatadi. Shunga bu rivoyatlarni muqim turib qolgan kishiga tatbiqlash ig'ir xatolik hamda amaliy sharoitni va kishilarning ahvolini to'g'ri tangsilmaganlikdir. Yig'ib aytsak, muqim turayotgan yerdan Turkiyaga va yoki har qanday bir shahar, kanatga safar qilib 15 kun atrofida turmoqchi bo'lgan kishi namozni qasr qilmay to'liq o'qiydi. Bu salaf solihlarning mujtahid imomlarimizning tanlashidir. Agar sahobalardan kelgan 4 kun yoki 10 kun yoki 12 kun yoki 19 kun degan sahih rivoyatlar boshqa mujtahid imomlarning qarashlari bo'yicha amal qilsa-mi bo'laverdi. Bularning hammasi o'xshashla salaf solihlarning mujtahid imomlarning yo'lini tutgan bo'ladi. Agar 15 kundan oz turishni o'ylashib, ati o'gin ichida qaytaman deb niyat qilibdi. Ammo ma'lum sabablar tufayli qaytilgan vaqti keyinga surilaveribdi. Lekin yana 15 kun yoki undan ko'p turishni niyat qilmabdi. Mushu holatda turgan vaqti 15 kundan eshib ketsa-mi, yana safardagi kishining hukmida bo'laverdi. Shunimi eskartib qo'yish kerakki, namoz dinning to'rikidir. Bu masalada asosi ojiz, oson ishni tanlab olib, dinda ketkizib qo'yish namozning ado bo'lmaslik xavfini oshirdi. Navoda biz necha oy turishi aniq bo'lgan kishilarni safar holatidagilar qatoriga kirgizib olgan taqdirda, masala namozlarni qasr qilib o'qish bilan cheklanib qolmasdan, namozlarni jamlab o'qish, sunnat namozlarni o'qimaslik, juma o'qimaslik, Ramazonda ro'za tutmaslik, tahorat olganda putlarni qayt yumayla oyoqqa, paypoqlarga 3 kun masih qilishlarga boradi. Demak, bundaq tayin yo'q qarashlar dinni piya so'ygandek suyib, yo'qotishga xizmat qiladi xolos. Bu masalada xato tashviqot tufayli gangrab qolganlar hamda nupus iqomat olib, uy sotib olib yoki ijara olib, hatto uylanib, do'kon, shirkat ochib turayotgan bo'lsa-mu, namozni yanada qasr qilib o'qib kelayotganlar bor bo'lg'achqa, buning hukmi haqida ko'p savol tushdi. Dastlabda bu masala shundoq aydin, tafsiliy to'xtalish kerak emas deb qaragan bo'lsam-mu, savollar kelavergachga bu vaqtda dalillik, tafsiliyroq to'xtalishga to'g'ri keldi. Allah hammamizni ana vatanimiz qo'ynida, mahallamizning masjidlarida izzatimiz bilan hur yashashni nasib qilgay. Buning uchun Allohning diniga haqiqiy ilm va to'g'ri yo'l asosida amal qilish, jumladan namoz ibodatini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va uning sahoba kiramlari ko'rsatgan bo'yicha ado qilishga tirishish orqali Allohning yordamiga erishishni qo'lga keltirish lozim. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.